Menga aynan mana shu model yoqdi. Photon Auman Galaxy 7. Ruchkalar Mercedes'ga hamma dizayn Mercedes'dan olingan. Ya'ni Mercedes'da texnologiyasi asosida ishlab chiqariladi. Chunki bu zavod Mercedes bilan hamkorlikda ochilgan. 50% aksiyasi Mercedes Daimler'daki, 50% aksiyasi Photon'daki. Grammer nemetskiy sidinalari turibdi, ko'rsalaringiz bo'ladi. Abduf abagrefi bor. Mana abagref, mana abduf. Bismillah. Wow, rul Volvo'nikiga o'xshar ekan, ha? Monitorlar hozir bu yerda zavod qilishga hech qanaqasiga imkoni yo'q. Shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Start stop korobkasi bu yerda, avtomat hamda mexanika foydasi bo'ladi. Retarder bor, 5 ta bosqichli elektrический регулировка зеркал. Xo'p, abagrefi bor oynaniki. Oynalar knopkada и qulflash rejimi. Ortiqcha narsa qo'yilmagan, hamma narsa bu yoqqa ko'chgan chunki. Удержание полоса, датчик дистанционный ход. Spalnisi juda ham katta. Холодильник, mana sidiniyasi Mercedes'ga ko'tariladi va ikkinchi etaj spalni. Taxometri ham bor ekan, taxograf. Xullas, mana shu model menga ko'proq yoqdi. Chunki yangi modelida ko'plab O'zbekistonga to'g'ri kelmaydigan funksiyalar bor. Kabinasi juda ham keng. Retarderi bor, ZF, avtomat korobka. Bu model LNG da. Do'stlar, LNG O'zbekistonda ommalashmagan. Rossiyada bor, Qozog'istonda, butun Yevropada bor, Xitoyda ham ommalashgan. Podushkada. Resor ekan, kechirasizlar. Diskoviy tormoz. Ana model esa podushkada. Xo'p, mana shu modelni podushkada Senjida O'zbekiston bozoriga taqdim etishga nima deysizlar? Yangi model doim qimmat chiqadi, do'stlar. Bu esa bitta oldingi model. Narxi arzonroq chiqadi bunga qaraganda. Bu esa undan bitta oldingi model. Bu xiyol arzonroq bunga qaraganda. Elektr, LNG, dizel